Hop, yana bir bora assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Uni olsa boshlab o'tsak bo'ladi. Hop, ya'ni birinchi mustaqil ish. Xudo olsa shunga ham yetib keldik, xudoga shukr. Semestr oxiridagi vazifamiz. Xudo olsa a'lo darajada bajarib chiqishga harakat qilamiz. Hop, savolni berishyapti, yozib olinadimi? Ha, xudo olsa yozib olishga harakat qilaman, lekin baribir bu yoqda agar qatnashishga vaqtingiz bo'lsa, qatnashganingiz yaxshi, chunki bir vaqt o'zida sizlar Excelda ko'rib borish imkoniyatingiz bor. Ya'ni bir vaqtda birga bajarib keturamiz. Hop, endi vazifani bajarishda qanaqa tartibda bajarishimiz. Hozir mana o'zimda bitta jadval ochib olaman Excelda. Shu bo'yicha davom ettirib ketamiz. Hop, keyin oxirgi, ya'ni Telegramimizda уже post tashaldi. Agar savolingiz bo'lsa, shu yerda qoldirib ketasizlar. Adminlar ham ko'rib boradi bo'yicha. Men bu yerda jadval bo'yicha yana tushuntirib ketaman. Hozir screen bo'yicha ham share qilinadi. Hop. Deyarli tayyor, xudo olsa. Hop, hammaga ekran ko'rinyapti. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol qoldirib keturasizlar. Umid qilaman, menimcha tovush bilan hech qanaqa muammo yo'q. Unda bir boshdan boshlab ketsa ham bo'ladi. Hop, mana bizda umumiy, ya'ni berilgan savollar. Hop, sirazi tushuntirib keta qolay, nimalar qilamiz? O'zi vazifamiz nimadan iborat? Boshida bekorga 20 ta ma'lumot oldindan top qo'yiladi demadim, chunki bizda asosiy shart qo'yilgan. Bu bizda ya'ni tanlagan rubrikamiz 20 ta elementdan iborat bo'lishi shart deyilgan va u aniq manbalar bilan keltirib o'tilgan bo'lishi kerak. Mana aytib o'tilgan, ya'ni обязательно указать источник данных. Hop, bu bo'yicha ya'ni men o'zimiz ham aytib o'tgandek, ya'ni World Bank sayti, mana bu yerda men o'zimni tanlaganimni keltirib o'tganman. Bu yerda hozir men aholi soni bo'yicha ketganman, ya'ni Saudiya Arabistonning 2000-yildan 2023-yilgacha bo'lgan aholi soni. Ya'ni mana shu bo'yicha bizda ya'ni rubrika, ya'ni tanlab olganman. Mana bu yerda sayt ham keltirib o'tdim. Endi bu bizda Excel jadvalda keltirib o'tganman. Xohlasanglar bu narsani daftarda qilsanglar ham bo'ladi yoki Excel jadvalda nima aytaman? Chunki masalan endi seminar ustozinglar bilan yana bitta gaplashib ko'rganingiz yaxshi. Masalan bizda seminar ustozda aynan grafiklarni Excelda bajarib, keyin uni chiqazib daftarga yopishtirsanglar ham bo'ladi, chunki uni hali keyinchalik zashtasi ham bo'lib o'tadi. Chunki asosiy shartlardan bittasi, ya'ni bu narsa, ya'ni daftarda bo'lishi va uni zashtasi. Bu narsa bo'yicha yana keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi bugungi video dars aynan nimalardan iborat? Ya'ni nimalar qilamiz o'zi? Shu savolga javob beradigan bo'lsam, asosiy qiladigan ishimiz, ya'ni aytaylik, bu yerdan deyarli hammasini ko'rib chiqamiz. Faqat Excel jadvalda ko'rish uchun qiyin bo'ladigan narsa bu bizda, ya'ni 4-punkt bo'ladi. 4-punktda hafta davomida keyinchalik alohida post qilinadi yoki mustaqil o'zingiz o'rganib borsangiz bo'ladi. Va eng oxirgi 7-punkt. 7-punktga ham keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Bugungi video darsimizda aynan 4 bilan 7-punktdan tashqari deyarli hamma narsani ko'rib boriladi. Ya'ni bu bo'yicha tushunib oldik. Hop, agar videoda yaxshi agar eshitilayotgan bo'lsa, bitta belgini plus qo'yarsanglar, davom ettirib ketamiz unda keyingi qismda. Aynan Excel jadval bo'yicha. Zo'r. Hop, demak bu bo'yicha muammo yo'q. Tovush, video, hamma narsa ko'rinadi, xudo xolasa. Unda davom ettirsa ham bo'ladi. Hop, o'zimiz jadvalim bo'yicha davom ettirib ketamiz. Endi sizlar bir vaqt o'zida o'zingizlarning Excel jadvalinglarni ochib olsanglar ham bo'ladi, ya'ni qulaylik uchun. Masalan, bir vaqt o'zida ishlab keturamiz. Masalan, bizda mana rubrika berilyapti, birinchi zadaniya. Agar birinchi zadaniya bilan tanishib chiqadigan bo'lsa, bizda birinchi zadaniyada aytilyapti, ya'ni rubrika, ya'ni o'sha tanlovni ajratib oling va rubrikani variatsionniy rad ko'rinishda ajratib olishimiz kerak ekan. Variatsionniy rad bizda nima edi? Ya'ni o'sish ketma-ketligi, ya'ni по возрастанию biza ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, xuddi shu rubrikani yana bitta alohida menda уже aynan hisob-kitob qilib bo'lingan. Bu narsani endi qanaqa qilasizlar? Masalan, aytaylik, sizlarda rubrika faqat mana shunaqa sonlar. Xuddi shu sonlarni kopировать qilib olasizlar-da, yon yacheykaga bitta o'zingizlar o'tkazib olinglar. Yana bitta xuddi shu narsani, ya'ni yonida. Xohlasanglar yilini ham o'tkazib olsanglar ham bo'ladi.
Ya'ni nima qildik? Xuddi shu narsani yonga ko'chirib oldik. Endi bizda variatsion-variantda, ya'ni asosiy qoida aytdik, ya'ni har bitta elementlar nima bo'lishi kerak ekan? Pavaz-rastani ko'rinishda bo'lishi kerak ekan. Endi bu narsalar ya'ni pavaz-rastani, ya'ni o'sish ketma-ketligida joylashuv uchun biza bu yoqdagi tushunmadimmi? Sortirovka degan qism bor. Excel eng o'ng qismida bo'ladi. Shu yerda sortirovka pavaz-rastani и sortirovka убывания qismi bor bizda. Aynan shundan biz foydalanamiz. Mana eng pastda A bilan Y belgi, endi bilmadim. Agar inglizchada bo'lsa biroz boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin aynan sortirovka yoki filtr degan nom bo'ladi. Aynan shu narsani nima qilamiz? Возрастание ko'rinishda qilamiz. Endi bu narsa agar sezgan bo'lsangiz, biroz endi menda deyarli aholi soni o'sib borayotgani uchun unchalik sezilmadi, lekin ahamiyat beradigan bo'lsak, yo'qda mana 2021-yil o'zgardi, ya'ni aholi soni nisbatan kamlik bo'lganligi uchun bu yoqda mana o'zgarishlar. Agar sizlarda aytaylik tanlagan vыборкаlarda shu o'sish ketma-ketligida biroz o'zgarishli bo'lsa, ya'ni shu yoqda Excel sразу bizga ko'rsatib beradi. Birinchidan, ya'ni nega aynan Excel jadvalni xos tanlaganimdan maqsad bunda, ya'ni grafiklar juda ham to'shin chiqadi, hisob-kitob ham aniq tarzda bo'lgani uchun keyinchalik o'zingizlarni tekshirib olsanglar bo'ladi. Hozir video darsda doska ishlatish imkoniyati bo'lgani uchun Excelda menimcha ancha qulay bo'ladi. Ya'ni biz birinchi shartni tushunib oldik, ya'ni variatsionni rad qilish uchun, ya'ni pavaz-rastani yozib ketsa bo'ldi ekan. Bu yoqda men yanada qulaylik o'zimga, ya'ni qulay bo'lishi uchun, ya'ni okruglitsam qilganman, ya'ni yaxlatlab ketganman sonlarni. Sezgan bo'lsanglar, masalan aytaylik, millionlarni sразу shu million qismigacha yaxlatlab yuborilgan. Masalan 16 million, mana 16, keyingilari mana hammasi, ya'ni xuddi butun son ko'rinishda. Endi bu hisob-kitobda keyinchalik, ya'ni adashib ketmasligi uchun, chunki hozir masalan ko'radigan bo'lsak, bu yoqda raqamlar juda ham ko'pligini hisobiga hali hisob-kitobda juda ham ko'p muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yaxlatlab olganinglar men uchun ancha qulay bo'ladi. Masalan, o'zingizlar ham xuddi shu yaxlatlash olishingiz mumkin. Bu narsani xuddi shunaqa, masalan aytaylik, выборка bo'lsa yozib ketsanglar bo'ladi. Masalan 16, 17, ya'ni unchalik ko'p vaqt olmaydi deyarli. 20 ta agar выборка bo'ladigan bo'lsa. Endi qaysi biri sizlarga qulay? Masalan, agar shu sonlar bilan ishlab ketiraman desanglar, shu sonlar bilan ishlab ketsanglar ham bo'ladi. Endi bu bo'yicha muammo yo'q. Xo'p, demak, birinchi zadaniya, ya'ni ko'rib oldik, ya'ni asosiy narsa berilgan выборкani o'sish tartibida, ya'ni возрастание ko'rinishda yozib olsa bo'ldi ekan. Ya'ni основной, ya'ni 1 ballini уже qo'lga kiritdik desam bo'ladi, ya'ni aynan shu zadaniya bajarsak bo'ldi ekan. Bu yoqda aytilyapti, выборка istalgan statistik ma'lumotlar bo'lishi mumkin, narxlar, oylik va o'lchov birliklaridagi boshqa ko'rsatkichlar. Xo'p, shu bilan endi ikkinchi zadaniyaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi zadaniya bizga aytilyapti, statistическое распределение 2 ball, ya'ni 2 ballik. Bu yoqda endi bizga aytilyapti, agar discrete bo'lsa, tablitsa частот deyilyapti. Agar непрерывный bo'lsa, intervalga bo'lib chiqing deyilibdi. Yaxshi. Bizga endi hammasini mana discrete holatda berilgan, ya'ni hammasi ko'p turibsa, ya'ni aniq-aniq sonlar, hech qanaqa interval yo'q. Shuning uchun agar ikkinchi zadaniyaga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda tablitsa частот ikkita ko'rinishga bo'linadi o'zi, absolyutniy va относительный. Bu tablitsani hozir qanaqa tuzib olganimni ham hozir tushuntirib ketaman. Xo'p, tablitsani qanaqa tuzib olamiz? Xuddi boyagi masalan выборкani ajratib oldik-ku. Xuddi shu выборкani yil shart emas, xohlasanglar xuddi shundan o'zini ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni daftarda ham xuddi shu narsa. Ya'ni keyingi ikkinchi zadaniyadan boshlab endi bizda mana yil qismi shart emas, faqat biz endi variatsion rad, ya'ni o'sish tartibidagi, ya'ni выборкаlar bilan ishlaymiz. Bu yoqqa ko'chirib olaman. Endi ko'chirib olgandan keyin endi yangi jadval tuzamiz. Masalan, elementlarni qaraydigan bo'lsak, bizda 16 dan to 33 gacha ketyaptimi? Ya'ni elementlarni yozib chiqamiz. Masalan, 16, keyingisi 16 dan agar sразу takrorlanish yozib ketsanglar, undan ham yaxshi. Chunki absolyutniy holatda masalan bu yerda ham yozib ketaylik. Tushunarliroq bo'lish uchun. Hop, bu yerda bizda aytaylik, absolyut частота
Bu yerda xohlasanglar o'zingizga to'g'rilab yozsanglar bo'ladi. Rus tili yevro guruhlar uchun yevroda, o'zbek tili bo'lsa o'zil. Ya'ni o'zingizga qulay qilib yozib ketsanglar ham bo'ladi jadvalda. Hozir tushunarli bo'lish uchun belgilab ketdik. Endi takrorlanishni yozib ketaman. Masalan, menda 16 nima keldi? 1. Masalan, sizda endi boshqa o'lchov birlik bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum bir son, masalan 5 deylik. 5 sizda 3 marta kelgan bo'lsa 3 marta, 1 marta kelgan bo'lsa 1 marta. Agar umuman kelmagan bo'lsa, umuman yozmasdan ketsangiz ham bo'ladi. Keyingisi xuddi shu tartibda to'ldirib boriladi. Masalan, 17 soni menda bitta, 18 soni bitta, keyingisi 19 soni bitta va hokazo xuddi shu tartibda davom ettirib ketamiz. Masalan, 20 soni, keyingisi 21. Agar 21 ahamiyat beradigan bo'lsak, bizda ikkita vыборка ekan. Ikkita nima? Ikkita chastota, ya'ni 2 marta takrorlanish yuz bergani uchun 2 deb yozib ketaveramiz. Endi vыборка 20 marta bo'lgani uchun unchalik ko'p vaqt ham olmaydi. Bundan qarasa, agar bu narsani biz ham to'ldirib ketamiz desanglar, xohlasanglar, ya'ni biroz to'ldirishga ya'ni vaqt qoldiramiz. Sizlar ham masalan to'ldirib ketsanglar bo'ladi bir vaqt o'zida, agar vыборкаlar tayyor bo'lsa. Xo'p, 21 dan masalan 2 keldi. O'zingizlar masalan o'zingizlarning ko'rsatishganini xuddi shu tartibda to'ldirib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, 25 dan bizda 1, 26 dan 1, bitta kelibdi. Keyin 28 dan 2 ta. O'sish ketma-ketlikda bo'lgani uchun, ya'ni takrorlanishlarni ko'rish ham unchalik murakkab emas. 30 dan 3 ta va 31 dan ham 3 ta ekan. Va oxirgisi 32 dan 2 ta va 33 dan bitta. Hop, shunaqa qilib biz ya'ni absolyut chastota, ya'ni jadvalni biz tuzib oldik. Mana jadval ko'rinishida ham ajratib qo'yildi. Hop. Endi yana bitta narsani eslatib o'tay. Agar tushuntirayotgan paytimda qayerdadir shoshqaloqlik qilib, masalan, qaysidir joyga tushunmay qolgan bo'lsanglar, masalan, agar o'zim shoshib ketgan bo'lsam, bemalol savolni qoldirib ketasizlar. Adminlar bor, ko'rib, bu bo'yicha yana ogohlantirib ketishadi, xudo xolasa. Ya'ni iloji bo'lsa, savollarni boshida ko'rib borsa, keyinchalik ana formulada ancha murakkablashib ketmaydi. Ya'ni bir boshdan aniq o'rganib borilsa. Hop, непрерывный bo'yicha savol ham berishdi. Непрерывный qanaqa qilinadi? Непрерывный yaxshi savol. Непрерывный holatda endi bizda interval ketadi. Masalan, aytaylik, endi u sizda qancha interval bo'lishiga bog'liq. Masalan, aytaylik, oylikni oladigan bo'lsa, oylik hech qachon sizda diskret bo'lmaydi. Ma'lum bir intervalda bo'ladi. Masalan, aytaylik, eng kam ish haqqi masalan 500 mingdan aytaylik 1 milliongacha deb oladigan bo'lsa, masalan, birinchi interval ham shu bo'ladi. Hop, ovoz bo'yicha uzilish. Ovoz sifati endi menimcha hop harakat qilaman bu narsa, ya'ni yozib ham olyapti. Internet tezligi ham menimcha hozir menikida yaxshi, xudo xolasa. Agar juda ham qattiq uzilish bo'lsa, bitta qaytadan chiqib turib, yana bitta qaytadan ulanib olsa, menimcha yaxshi bo'lib ketadi keyinchalik. Shuni bitta ko'rish kerak. Hop. Hop, to'xtagan joyimizda davom ettirib turamiz. Непрерывный holatda to'xtagan edik. Ya'ni 500 mingdan masalan 1 milliongacha oylik deb oladigan bo'lsa, ya'ni xuddi shu interval berib ketasiz. Keyingilarda ham xuddi shu interval ketaveradi, ya'ni 500 bo'yicha. Masalan, aytaylik, keyingisi nima bo'ladi? 1 milliondan masalan 1,5 milliongacha, keyingisi 1,5 milliondan 2 milliongacha va hokazo hokazo. Ya'ni непрерывный holatda siz interval berib ketasiz. Aynan xuddi shu intervalga tushadigan qiymati necha marta takrorlanadi. Masalan, aytaylik, bitta kompaniyada 3 ta xodim 750 ming oladi deylik. Yana ikkitasi 800 ming oladi. Endi ikkalasi ham 500 mingdan 1 milliongacha tushyaptimi? Ikkalasini ham qo'shib ketasiz. Ya'ni 5 ta olib ketasiz. Ya'ni shunaqa xodimlardan 5 ta. 1 milliondan 1,5 milliongacha oylik oladigan xodimlardan masalan 4 ta bo'ladigan bo'lsa 4 ta. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa bitta va hokazo. Ya'ni непрерывныйni asosiy ya'ni farqli jihati bu yerda endi bizda diskret qiymat emas, masalan, absolyut, ya'ni diskret holatida bizda aniq sonlar bo'ladigan bo'lsa, непрерывный случайlarda
aynan intervalida berib ketiladi. Qolgan hamma narsa deyarli bir xil. Ya'ni chastota necha marta takrorlangan bo'lsa, xuddi shu narsani yozib ketasiz. Umid qilaman savolingizga javob bera oldim. Agar kimda-kim yana непрерывный случайlar agar tushgan bo'lsa. Hop, arzimaydi bemalol. Hop, uni davom ettirib ketadigan bo'lsak. Hop, endi absolyutni ko'rdik, endi относительный. Относительный nima degani endi? Относительныйda farq masalan aytaylik, absolyutda masalan chastotalarning yig'indisi bizda umumiy vыборкаga teng bo'ladigan bo'lsa, masalan buni avtosumma orqali, ya'ni umumiy yig'indisini topsak bo'ladi, ya'ni vыборкаlar. Ya'ni har doim bu yerda mana chastotalarning yig'indisi bizda vыборка. Ya'ni mana vыборка 2000-yildan 2023-yilgacha bo'lgan hisobiga mana 24 ta ko'rsatkich mavjud. Shuning uchun ham bizda ya'ni L-larning yig'indisi 24 ga teng bo'ldi. Endi omega, ya'ni ularning относительный chastotaning yig'indisi doim 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu bizda aytaylik 100% lik ko'rsatkich oladigan bo'lsa, ya'ni o'sha 100% qancha dolasida shuncha chastotalar yotibdi. Aynan shuni ko'rsatib beradi bizda. Masalan aytaylik, hozirgi holatda masalan menda 4.17 chiqdi-yu, masalan 16. Bu degani ya'ni 4.17%, ya'ni 100% dan 4.17%da ya'ni 16 million lik aholi ko'rsatkichi qayd etilgan. Aynan shu narsani bizga ko'rsatib beradi. Endi savol tug'iladi, bu 4.17% qayerdan keldi? Bu 17.1% ya'ni bizda mana narsadan keladi, ya'ni formulada ya'ni o'sha n ni, ya'ni aytaylik shu 16 ni chastotasini bo'lishim kerak bo'ladi umumiy L larni qiymati, ya'ni vыборкаga. Faqat hisoblayotganda bu yerda ya'ni dollar belgisini qo'yib qo'yamiz. Ya'ni M19 yacheyka, ya'ni men hozir holatda M19 aslida bu ya'ni umumiy L larning yig'indisi, ya'ni umumiy vыборкаning soni bo'ladi. Nega aynan bu dollarni qo'ydik? Ya'ni bu dollar, ya'ni absolyut yacheyka degani, ya'ni bu yacheyka hozir formulani butun yacheykaga berganimda M19 yacheyka qotib qoladi. Masalan, agar hozir ko'radigan bo'lsak, Excel yana bitta ajoyib xususiyatlaridan bittasi shu. Ya'ni bitta yacheykaga formula bersangiz, keyingilarida xuddi shu formulani bittada ya'ni ko'rsatib ketsa bo'ladi. Hop, iloji bo'lsa masshtabni ham kattalashtirib, hamma ko'rinadigan holatda bo'ladi. Ya'ni formulada nima qildik? Mana M3 ya'ni 16 dek yacheykani M19 ya'ni absolyut yacheyka bo'lardi, ya'ni dollar значогini qo'yib. Nega aynan dollar значогini qo'ydik? Chunki keyingilarida masalan aytaylik M4 da ham xuddi shu M19 ga bo'linishi uchun. Keyingilar ham xuddi shu M5, M6, ya'ni hammasi xuddi shu M19 yacheykaga bo'linadi. Oz muddatga hop davom ettirib ketaversak bo'ladi, xudo xolasa. Hop. Относительный chastotalarni to'xtagandik. Endi bizda mana shunaqa qiymatlar chiqdi. Endi juda ham qo'rqinchli sonlar ko'ringan bo'lishi mumkin. Bu narsani sirazi Excel yaxlilab ketishi mumkin. Qanaqa yaxlitliklar? Ya'ni главный ya'ni page'imizda, ya'ni главный stranitsamizda yuqorida shunaqa belgi bor. Yana mana shu hamma ko'rindi mana. Bu yerda mana 0 mana chap tomonga surish mumkin yoki 10 tomonga surish mumkin degan belgi. Xuddi shu narsa. Yuqorida. Mana hamma ko'rdi ham o'sha.
agar masalan aytaylik bu narsani chapga tomonga sursak, bu qaytadan nima qilar ekan? Kattalashib ketar ekan. Agar buni o'ng tomonga sursak, qaytadan nima qiladi? Qisqartirib boradi. Ya'ni yaxlitlash uchun. Masalan, yaxlitlashni maslahatim mana shu 4 tagacha qoldirganingiz yaxshi. Foizda ham aniq keyin ko'rsatkich chiqadi. Mana shu narsani keyin daftarga ko'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni absolut. Hisoblash formulasini aytib o'tdim. Ya'ni xuddi shu, ya'ni V1KZ takrorlanish chastotasini umumiy V1Kni soniga bo'lib yuborish ekan. Formula shu. Agar bu narsani foizga ham o'tkazmoqchiman desanglar, nima qilasizlar? Ya'ni foizga o'tkazish uchun ravno, ya'ni funksiya ochamiz. Xuddi shu yacheyka ko'paytirilgan 100. Ya'ni 100 ga ko'paytirib qo'ysam bo'ldi. Mana bu narsa xuddi shu formulani butun yacheykaga o'tkazamiz. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Qisqartirib qo'ysak bo'ladi. Mana. Qisqartirganimizda mana hamma narsa foizga o'tdi. Xo'p, bu bizda endi absolut bilan, ya'ni относительный частотаga doir ya'ni misol ishlamaslikda. Mana ko'rdik, ya'ni qanaqa qilib bularni ajratib chiqishdi. Xo'p. Endi ya'ni biz ikkinchisidan ham xudo xolisa ya'ni bajardik. Ya'ni diskret bo'lgan o'lchovi ham, ya'ni непрерывный bo'lgan o'lchovi ham, ya'ni tablitsa chastota, ya'ni chastota jadvaliga bo'lib chiqdik. Uni ham absolut qiymatda ham относительный holatda ham. Xo'p, endi keyingi zadaniya, ya'ni 3-zadaniyamizda endi biz основной qiladigan ishimiz bu bizda poligon chastot va gistogramma. Ana shulardan iborat bo'ladi. Xo'p, poligon chastot va gistogramma aynan nima degani? Xo'p, 3-zadaniya o'zimga tushuntirib ketadigan bo'lsam, mana ko'rib turibsizlar, aynan bu zadaniyamizda aynan xuddi shu turdagi grafiklarni yasashni ko'rib chiqamiz. Endi yanada tushunarliroq bo'lish uchun iloji boricha, ya'ni bu grafikni noldan tushuntirib ketaman. Bu qanaqa qilinadi? Boyaga yasab olgan, ya'ni absolut bilan относительный chastotalarni o'zingizlar, ya'ni kopировать qilib olasizlar. Hop, kopировать qilib bitta alohida yana bitta listga o'tkazib olasizlar. Endi men alohida list qilmaymanda shu yoqni tagidan davom ettirib ketaman. Ya'ni grafikni ko'rsatib ketish uchun. Hop. Formulaning joyi o'zgarganiga bu ham o'zgarib ketibdi. Shuni sraz 24 deb qo'yaylik. Misol hamma narsa o'zgarib ketadi. Bo'ldi. Menimcha hamma sonlar o'zida qoldi. Yaxshi. Hop. Endi alohida boshqa tagiga o'tganda endi yacheykalarni koordinatasi o'zgargan hisobiga bizda sonlar ham o'zgarib ketdi. Shu joyda e'tiborli bo'lasizlar. Agar sizlar bitta yacheykadan ikkinchi yacheykaga o'tayotganda, ya'ni sonlar o'zgarib ketmasin, yo'qsa butun hisob-kitob ham o'zgarib ketadi. Xo'sh, davom etadigan bo'lsak, poligon chastot va gistogrammalar to'xtadik. Xo'p, poligon chastot bilan gistogramma endi qanaqa quramiz? Bizga ya'ni ikkita danni kerak bo'ladi. Birinchisi bu bizda ya'ni V1Kimiz o'zi, ya'ni qiymatlar, ya'ni bizda bu x larning qiymati deb aytamiz, ya'ni V1K biz x deb olganmiz va chastota. Chastota bu bizda kichik n edi, esingizda bo'lsa. Mana bu chastota. Chastota bu bizda y o'qi, a V1K x o'qiydi. Endi xuddi shuni qanaqa qilib endi poligon chastot ko'rinishda qiladigan bo'lsak, ya'ni bizda seminarda ham, leksiyada ham tushuntirilgan edi. Ya'ni koordinat o'qida, ya'ni mos ravishda nuqtalarni belgilab chiqib, u nuqtalarni bir-biriga tutashtirib chiqish kerak edi. Excelda bu narsa yanada oddiy. Xohlasanglar pastida o'zi diagrammani belgisi keladi yoki stavka bo'limiga o'tib, u yoqda rekomenduyemniy diagramma ko'rishga o'tsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu sizlarga har xil turdagi diagrammalarni o'zi taklif qiladi. Bizga kerak bo'lgan diagramma turi aynan birinchisi, ya'ni точный diagramma bo'ladi. Ya'ni точный bu bizda aynan shu poligon chastot, ya'ni aynan nuqtalar bo'yicha bizga kerakli ya'ni grafikka beradi. Ya'ni eng birinchi turdagi grafik. Shu narsani qo'yaman. Mana
ko'rib turibsiz, aynan bu narsa bizada absolut chastotamizga nisbatan bo'lgan, ya'ni poligon chastot diagrammasi. Xohlasanglar bu diagramma nomini ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Masalan, aytaylik, hozir holati bizda poligon chastot bo'ldi. Ko'rib turganingizda mana mos ravishda nuqtalar undagi mos chastotalarga mos kelyapti. Ko'rib turganimizdek, mana 16 qiymat bu yoqdagi 1 qiymatga va hokazo. Xohlasanglar bu narsani yana svojstalarini ko'rib chiqaman desanglar, bu yoqda yana har xil stillar bor. O'zingizga yoqadigan masalan stil, rang va hokazo grafiklarni tanlasanglar bo'ladi. Qora rang, ko'k rang, oq va hokazo hamma narsa deyarli bor. Faqat o'zingizlar yana bir tanishib chiqasizlar keyinchalik. Lekin asosiy ya'ni grafika qurish aynan shundan iborat. Keyinchalik xohlasanglar shu grafikka masalan printerdan chiqarsa daftaringizga yopishtirsanglar bo'ladi. Agar qo'lda chizganim afzal deb bilsanglar, grafikani chizish ham murakkab emas. Ya'ni x o'qida bizda bu ya'ni v1 kamiz qiymatlari, y koordinat o'qimizda bu bizda chastota qiymatlari yotadi. Asosiy narsa shu. Xuddi shu narsa относительныйga ham tegishli. Bu yerda xuddi shu ishni qilasizlar. Masalan, bu yerda v1 kan agar o'tkazib oladigan bo'lsak, ya'ni x qiymati bizda. Bu yerda xuddi shu narsa. Birinchi belgilab olamiz, ya'ni kerakli oraliq, ya'ni qaysi oraliq uchun biz diagramma tuzamiz. Yana xuddi shu stavka bo'limiga o'tib, diagramma bo'limiga o'tamiz. Diagrammada eng birinchi, ya'ni точный diagrammada bizda aynan shu poligon chastot beriladi. Sezgan bo'lsanglar, grafik deyarli 1 ga 1 bir xil. Faqat asosiy farq sizlarda mana masshtabda bo'ladi. Ya'ni masshtab sizlarda boshqacha. Shu joyda e'tiborli bo'lasizlar. Hozircha bu grafikni kichkinlashtirib turamiz. Endi keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz bu bizda histogramma. Hop, yana bitta narsa o'sha aytib o'tganimda, agar savol bo'lsa bemalol qo'llab ketaverasizlar. Chunki shoshib o'zim tez o'tib ketishim mumkin. Agar tushunarsiz bo'lsa bemalol aytib ketaveringlar. Aynan qaysi formani ishlatdim, qaysi joyga o'tdim. Hozir davom ettirib ketaversak bo'ladi. Hop. Endi histogramma. Histogramma nima qilamiz? Xuddi shu narsani belgilab olaman. Ya'ni bizda shu oraliq uchun histogramma kerak bo'lgani uchun yana xuddi shu stavka bo'limi, diagramma histogrammaga ko'ramiz. Mana histogramma s gruppirovka deyilyapti. Ya'ni bizda точныйdan keyingi grafikamiz. Aynan xuddi shu narsa bizga kerak. Bu yerda OK deb belgilab olamiz. Bu yerda ham xuddi shu narsa, xohlasak nom bersak bo'ladi bu yoqqa. Bu yoqqa masalan aytaylik. Masalan histogramma deb nom berdim. Bu yerda xuddi shu narsa, xohlasanglar o'zingizga mos ravishda istalgan turdagi histogrammalarni tanlab olsanglar bo'ladi. Bu yerda даже maketlar ham bor. Turli xil turdagi maketlar. Masalan, qaysi biri sizlarga yoqsa, o'zingiz tanlab olsanglar bo'ladi. Endi menga masalan, mana bu yopishib turgani qulay, chunki yopishib turganda histogrammada aynan interval ham bu histogramma qanaqa turga oidligini ham ajratib olish ancha qulay bo'ladi. Iloji bo'lsa mana bu Express maket qismi bor. Express maketda aynan mana bu yopishib turgan turdagi histogrammani tanlaganinglar ancha qulay bo'ladi. Agar mana bunaqa ajralib turgan bo'lsa, endi qaysi biri qulay bo'lsa, o'zingizlarga yana ixtiyoringizga qarab. Bu yerda xohlasanglar rangini, so'zini, yana boshqa narsasini o'zgartirib olasizlar. Основной, ya'ni histogramma tuzish aynan shulardan iborat edi. Faqat bitta narsa bor. Bizda yana bitta narsa aytib o'tgan, ya'ni 3-qismda yana bitta muhim narsalardan bittasi, ya'ni xulosa. Сделайте вывод о виде распределения deyiladi. Ya'ni ushbu распределение, ya'ni qanaqa turga oidligini ham biz ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Ya'ni bir vaqt o'zida. Bu vivod qanaqa qilinadi? Esingizda bo'lsa, leksiya paytida, ya'ni turli xil распределение ko'rib chiqqan edik. Ya'ni normalniy bor edi, скошенный bor edi va hokazo. Hozirgi holatda ahamiyat beradigan bo'lsa,
faqat o'ng tarafimda, ya'ni gistogramma yuqori cho'qqi borda, qolgan taraf nisbatan pastroq. Kimdadir ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Kimdadir nima bo'ladi? Masalan, o'rtasi baland bo'ladi, keyin pastlashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Aynan shunga qarab bizda gistogrammani, ya'ni xulosasini shunga qarab qilamiz. Xo'p, masalan, bu yerda adashmasam chizmasi, mana chizmasi bor edi. Masalan, agar bu chizmani ko'radigan bo'lsak, mana bizda gistogrammaning turlari mavjud. Masalan, normalniy распределениеda bizda mana ko'rib turibsizlar, tog' ko'rinishda bo'lar ekan. Ascoshenida faqatgina bitta qismi, ya'ni chaproq yo o'roq qismi chiqqan bo'ladi, qolgan holatlar tushgan. Keyin bizda bimodal bor ekan va multimodal. Endi hozirgi holatimizda bizda bitta tarafi chiqib keyin tushib ketganligini hisobiga, masalan, ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu narsa. Mana tushib, keyin tepaga ko'tarilganda keyin chiqqan. Hozirgi holatimizda bizda VVT, mana VVT bu qismiga yozib ketganman. Levostoronniy asimetriya yoki skoshenniy na levой стороне deb ketsa bo'ladi. Ya'ni skoshenniy na levой стороне degani, ya'ni chap qismi bizda nisbatan pastroq. O'ng qismiga qaragan, ya'ni o'ng qismi, ya'ni yuqori cho'qqilab ketgan, chap qismi ya'ni uzunroq, xuddi dumga o'xshab qolgan. Agar xuddi shu dum o'ng tarafda, lekin chap tomon cho'qqiga o'xshab qolgan bo'lsa, levostoronniy emas, balki pravostoronniy asimetriya yoki skoshenniy na правой стороне deb vывод qilib ketsanglar bo'ladi. Qolgan holatlarda, ya'ni aytib o'tdik, ya'ni qanaqa xulosalarga ega bo'lishimiz haqida. Mana shu oxirgi tushuntirgan narsam tushunarli bo'ldimi? Ya'ni vыводdan, ya'ni muhim qismi bo'lganligi uchun agar tushunarli bo'lsa davom ettirib ketaversak bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, yana bir marta tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni vывод qanaqa qilamiz? Masalan, gistogrammaga qaraysiz. Masalan, gistogrammada menda nima bo'lyapti? Chap qismim, ya'ni levая сторона у нас, ya'ni более хвостатый ko'rinishda bo'lyapti, ya'ni dum ko'rinishida, правая сторона xuddi gara, ya'ni tog'ga o'xshab, cho'qqiga o'xshab turibdi, chiqib turibdi. Aynan shuning uchun bizda bu, ya'ni skoshenniy na levой стороне bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshab, ya'ni ushbu rasmdagi ikkinchi rasm ahamiyat beradigan bo'lsak. Agar masalan sizda gistogrammangiz masalan shulardan to'rttalasidan bittasi bo'lishi mumkin, yoki yana umuman boshqacha ko'rinishda. Ya'ni asosiy narsa biz ya'ni shunga qarab boramiz. Yana bu narsa gistogrammalar yana boshqacha turi ham bor, sizlarni bu narsani keyinchalik xudo xolasa Telegramga post qilaman, lekin eng ko'p uchraydigan turlari aynan shu. Ya'ni normalniy распределение bu bizda faqat o'rta qismi yuqori bo'ladi, keyin уже pastlab boradi. Skoshenniy holatda yoki chap tomon yuqorilab ketgan yoki o'ng tomon. Aynan уже ko'rinib turadi. Masalan, qarang, ikkinchi rasmda aynan chap tomon yuqorilab turibdi. Bizning holatimizda aynan o'ng tomon. Mana cho'qqilab ketgan o'ng tomon. Qolgan taraf bizda pastlab ketgan. Aynan shuning uchun ham bizda vывод skoshenniy na levой стороне bo'ladi. Yoki levostoronniy asimetriya. Ya'ni asosiy xulosa aynan shunga bog'liq. Yaxshi. Unda davom ettirib turamiz. To'g'ri aytib o'tdim, ya'ni funksiya распределениеni keyinchalik alohida post qilamiz yoki mustaqil o'zingizlar ham o'rganib ketsanglar bo'ladi. Unchalik murakkab emas. Xo'p, eng asosiy hisob-kitob bu bizda 5-punkt bo'ladi. Eng ko'p hisob-kitobimiz ham aynan shu 5-punktda iborat. Yo'qsa средний, ya'ni umumiy xarakteristikadan iborat. Eng ko'p ballimiz ham aynan shu bo'yicha beradi, ya'ni 4 ball. Xo'p, keling unda bir boshdan boshlab ketadigan bo'lsak. Xo'p. Bu yerda menimcha biroz tushunarsiz bo'ladi. Inglizdan davom etib ketamiz. Xo'p. Har doimgidek bizda asosiy vыборка bor edi. Shu vыборка bizga kerak bo'ladi. Mana bu narsa.
sizlar ham xuddi shu narsa yangi listga xohlasanglar o'tsanglar bo'ladi. Shu list bo'yicha ishlab ketamiz. Mana. Rubrikani ko'chirib oldik. Endi ketma-ket zadaniyalarni bajarib ketaveramiz. Bizda birinchi so'ralgan edi, ya'ni выборочный средний. Ya'ni средний x qiymati topishimiz kerak, ya'ni o'rtacha x qiymati. Qanaqa topiladi? Juda ham oddiy. Xo'p, bu yerda ham belgilab ketaylik, ya'ni birinchisi bu bizda средний qiymat. Xo'p. X средний deylik. X среднийni topish uchun, ya'ni mana bu hammasini summasini topib qo'ysanglar bo'ldi. Summani topish funksiyasini xohlasanglar sizlar avtosumma orqali topasizlar yoki teng aynan summani formulasi bor bizda. Teng bo'ladi bizda sum funksiyasiga. Hop, sum funksiyasi i bu yerda integral belgilaymiz. Bizda выборка mana. I umumiy hisobda, ya'ni 612 ga bu bizda hammasini summasi. Formula bo'yicha har bitta выборкani summasini umumiy выборкаlarning soniga bo'lib olishimiz kerak. Endi umumiy выборкаlarning sonini topish uchun biz boya aytib o'tgandek, ya'ni 24 ta ko'rsatkich tanlab olingan. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, ya'ni 24 ta ko'rsatkich. Xuddi shu 612 ni endi bo'laveramiz 24 ga. Ya'ni n qiymati endi sizlarda masalan tanlaganinglar agar 20 ta ko'rsatkich bo'lsa 20 ga bo'lasizlar. Agar boshqa son bo'lsa aynan boshqa son. Aynan men tanlagan n la qiymati 24 ta bo'lganligi uchun men 24 ga bo'ldim shu joyda. Xo'p, demak menda x средний 25,5 ga teng ekan. Ya'ni nima qilishimiz kerak ekan? Umumiy выборкаlarning hammasini yig'indisini summasini topib, shu narsani umumiy выборкаlarning soniga bo'lib olsak bo'ldi ekan. Ya'ni birinchisi unchalik murakkab emas. Xo'p, ikkinchisi. Ikkinchisi bizda mediani ekan. Mediani qanaqa topiladi? Xo'p, medianida bitta asosiy qoida bor, shu joyda e'tiborli bo'lasizlar. Mediani topishda ikki xil ko'rinishi bor. Masalan, agar sizlarda выборкаlar soni cho'tniy bo'lsa, xuddi menikiga o'xshab, agar cho'tniy bo'lgan holatda sizlar o'rtasida aynan o'rtasida turgan element bo'lmaydi, o'rtasida ikkita element bo'lib qoladi. Agar cho'tniy bo'lgan holatda, masalan 24,5 menda 12, agar 20 ta bo'lganda 10 deb olardik. Endi menda 24 bo'lgani uchun uni yarmi 12. 12 bilan 13-element, ya'ni yarmi va undan keyingi yana bitta elementni o'rta arifmetik topib qo'yiladi. Tushunarli? Agar cho'tniy bo'lsa. Bizda hozir cho'tniy bo'lgani uchun menda 12 bilan 13-element bor. Demak 25 bilan 26 ni kattalashtirish. Xos. O'zi выборка yonmachasi yozsa ham juda ham yaxshi bo'lardi, menimcha. Kattalashtirib keyin ko'rsa ham bo'ladi. Hop. Hozir kattalashtirib boraman. Hop. Mana kelamiz bizga. Hop, 28 30 dan 3 ekan. Otuz bir, 2 32, 33. Yonmachasi ham lekin biroz uzun bo'lib ketar ekan. Qarang. Senga menimcha vertikal bo'lgani yaxshi. Hop, davom ettiraylik.
yoki ikkitaga ajratamizmi? Abdulla maktabini katta qolsaydi. Excelni o'zini. No, Excelni katta qilish mumkin, no sonlar bekilib qolar ekan. Shunisi asosiy muammo. Hozir shriftni biroz kattaroq qilishga harakat qilaman. Mana. Hozir sonlar umuman ko'rinmayaptimi sizlarga? Umuman haram deyman. Hozir video kачествосida qanaqa borib ko'ryapti shu sonlar? Yaxshi, Abdulla, kachitasi yaxshi. 14 shriftda. Abdulla, siz davom etib ketavering, bu rekordingda baribir o'sha tiniq ko'rinadi. Bo'ldi, yaxshi unda. Davom ettirib turamiz. Xo'p, iloji bo'lsa formulalarni ham xo'p, kommentariy qismiga ham o'zim ham tashlab boraman. Menimcha eng yaxshi variant shu bo'ladi. Xo'p. To'xtagan joyimizdan davom ettirib turamiz. Endi iloji bo'lsa o'zim ham kommentariy qismiga yozib ketib qolib. Yana tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, masalan, hozirgi jadvalni ko'rish, ya'ni bu yerga mana bunaqa ko'rinishda bo'ldi. Medianni agar cho'tni bo'lib qolgan holatda, ya'ni ikkalasini o'rta arifmetika topiladi, ya'ni asosiy farq shunda. Lekin agar sizlarda masalan aytaylik, nechotniy holatda bo'lsa, qoq o'rtasidagi element olinadi. Bu nima degani? Masalan, menda elementlar soni 25 bo'lganda, uni qoq o'rtasidagi element 13-element bo'lgan bo'lar. Hozir bizda chotniy bo'lgan holat bo'lganligi uchun aynan ikkita elementni sredniy arifmetika topiladi yoki tayyor funksiyani qo'llasa ham bo'ladi. Ya'ni hisoblash uchun tayyor funksiya bizga teng bo'ladi mediana funksiyasi. Ya'ni Excel yana bitta zo'r jihati ham shunda. Deyarli matematika, statistikada hamma funksiyalarni topsa bo'ladi. Matritsalar ham bor, hozirgi holatda statistika uchun kerakli hamma o'lchovlar ham bor. Mediana funksiyasini tanlaganimizdan keyin bizga kerakli shu выборкani element, ya'ni intervalni belgilayman. Ya'ni bu bizda A2 yacheykadan A25 yacheykagacha bo'ldi, ya'ni 16-33 gacha. Shu funksiyani endi yopib enter bosamiz, endi уже sirasi hisoblab beradi. Mediani 25,5 ekan, agar rostdan ham 12 bilan 13-element, ya'ni 25 bilan 26 ni qo'shib, uni o'rta arifmetikani topganimda ham mediani ham xuddi shu 25,5 ga teng bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu narsani tushunib oldik. Asosiy farq shunda. Ya'ni chotniy bilan nechotniylikda. Xo'p, uchinchi ko'rsatkich. Uchinchi ko'rsatkich bizda moda. Moda bizda уже yoddan bo'lib ketdi. Ya'ni eng ko'p uchragan narsa yoki naveratnishi случай deb o'rgandik. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Eng ko'p takrorlangan element. Endi bu yerda eng ko'p takrorlangan elementni xuddi shu narsa, ya'ni funksiya orqali aniqlasa bo'ladi. Yoki sizlar shuna chastota bo'yicha aniqlab ketasizlar, yoki sirasi tayyor funksiya qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Masalan, funksiya qo'yaman. Bu yerda moda funksiyasini ishlatamiz. Hop, moda funksiyasi bu yerda ham xuddi shu narsa, interval. Interval agar yopib qo'ysa, ya'ni eng ko'p takrorlangan element 30. Agar rostdan ham 30 element agar qaraydigan bo'lsa, ya'ni 30 ko'rsatkichi bizda 3 marta takrorlanibdi. Ya'ni bunaqa holatda modamiz ya'ni 30 ga teng bo'ldi. Endi shu joyda yana bitta anglashilmovchilik yuz bermaslik yana bitta narsani tushuntirib ketay. Savol tug'ilishi mumkin, nega 31 ham modaga kirmaydi degan. Chunki 31 ham bizda 3 marta takrorlanibdi. Ahamiyat beradigan bo'lsa, 31 ham 3. Endi bu funksiyada moda o'zi asosan bitta bo'lgani uchun bu bitta berib ketibdi. Lekin seminarda shunaqa deyilgan, agar chastota bo'yicha, ya'ni bir xil takrorlanish bo'lsa, ular ham sizlarda moda hisoblanadi. Ya'ni hozirgi holatda bizda nafaqat 30, balki
31 ham moda deb olib ketsak bo'ladi. Chunki u ham takrorlanish bo'yicha xuddi 30 dagi 3 marta takrorlandi. Shuning uchun bizda bir vaqt o'zida moda ham 30 ham 31 bo'la oladi. Shuna holatda. Bu narsa ham to'g'ri lekin. Xo'sh. Iloji bo'lsa qatnashuvchilar kommentariy qismida ham aktiv bo'lib turamiz. U yerda ham ya'ni har bitta funksiyalar tashlab boriladi. Ya'ni qanaqa hisoblayotganim. Hozir masalan modanikini ham tashlab qo'yaman. Ya'ni har bitta funksiyalarni ham ko'rib borsanglar bo'ladi o'zingiz uchun. Masalan biz hisoblayotganimiz bo'yicha moda funksiyasi i mediana funksiyasini ham ko'rdik. Iloji bo'lsa funksiyalarni ham tashlab ketaman. Faqat intervalga e'tiborli bo'lasizlar. Intervalga o'zingizlarning intervalinglarni qo'yinglar. Qolgan holatlarda funksiyalar bir xil. Hop, davom etamiz. 4-ko'rsatkich. Hop, 4-ko'rsatkich bizda hop, smeshonniy bilan nesmeshonniy dispersiya ekan. Hop. Formasi eng murakkab, lekin Excelda juda ham oddiy hisoblanadigan ya'ni funksiyalardan bittasi. D deb olaylik dispersiyani. Dispersiyani Excelda juda ham oddiy hisoblab beradi. Agar masalan tayyor otvetini yozmoqchi bo'lsanglar, funksiyani o'zi bizda teng bo'ladi. Ya'ni dispersiya funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni disper. Hop, dispersiya funksiyasi bu yerda ham xuddi shu narsa interval beriladi. Ya'ni 16 dan to 33 gacha bo'lgan interval. Ya'ni bu hozir holatda o'zingizlarning intervallarni berib ketasizlar. Shu intervalni bersam bo'ldi. Bizda sirasi dispersiyaning qiymati chiqdi. Ya'ni mana dispersiyaning qiymati 27,5 ga teng ekan. Bir vaqt o'zida qanaqa hisoblanganini ham tushuntirib ketay. Dispersiyani o'zi hisoblash qoidasi biroz ish ko'proq. Nima qilishim kerak edi o'zi aslida? Bu yerda masalan yana bitta xuddi shu jadvalni ko'chirib olaman. Buni ko'chirib oldik. Endi xuddi shu jadvaldan, ya'ni qoidasi bo'yicha birinchi ya'ni dispersiyani hisoblashimiz uchun uni srednisini ayirib kvadratga oshirishimiz kerak. Chiqqan qiymatni ya'ni umumiy vыборkaga bo'lib yuboriladi. Hozir aytganim biroz murakkab tuyulgan bo'lishi mumkin. Agar tushunarliroq bo'lsa, nima qilaman? Ya'ni bundan ayirib tashlashim kerak. Mana bu sredniy qiymat. Ya'ni 25,5 ma. Nima qilar ekanmiz? Birinchi ya'ni har bitta ya'ni vыборkamizdan ayirib tashlashim kerak ekan uni sredniy qiymatini. Mana. Bizda -9,5 chiqdi. Xuddi shu formulani hammasiga otiq chiqaryapsa, yana bitta xato qildim. Bu yerda absolut yacheyka o'rnatmadim. Shuncha yacheykaga o'zgarib ketdi. Hop. Mana dollar belgisini qo'yib qo'yganimcha o'sha absolut tushadi yoki srazi 25,5 deb yozib ketgan bo'lishingiz kerak formulaga. Formula ham qo'yadigan bo'lsa, mana. Bu bizda nima bo'ldi? Bu qiymat ya'ni vыборkamizdan uni srednisini ayirmas. Endi xuddi shuni kvadratga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu qiymatni kvadratga oshiraman. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha. Endi kvadratga oshirganimdan keyin endi ustiga endi bu narsaning hammasining summasini ham topib qo'yishim kerak. Agar summasini topadigan bo'lsak, bu bizda 660 ga teng bo'lar ekan. Endi xuddi shu 660 xuddi boya aytib o'tganimdek, ya'ni umumiy vыборkalarni qiymatiga bo'lib o'ramiz. Ya'ni teng ya'ni 660 bo'lingan umumiy vыборkalar soni bizda 24. Agar 24 ga bo'lsa, rostdan ham 27,5 chiqdi. Ya'ni dispersiya qanaqa hisoblanishini tushundik. Yanada osonroq shu dispersiya funksiyasini o'zini qo'yib yuborish, birato'la hisoblash yo'lini ham tushuntirib ketdim.
funksiya. Bu yoqda hisoblash yo'lini ham ko'rsatib qo'ya qolay. Biroz xatolik qildim. 360'ı 24'e bo'ldik. Jadvalni tashlab qo'yaman. Hop, dispersiyani ham tushunib oldik. Ya'ni Excelda tayyor funksiya orqali hisoblasa ham bo'lar ekan, yoki etaplarni ko'rib chiqdik. Ya'ni выборкаdan uni среднисini ayirib kvadratga oshirishimiz kerak. Keyin hosil bo'lgan qiymatlarni hammasini yig'indisini topgan holatda umumiy выборкаlar soni, ya'ni mana holatimda 24 ga bo'lib yubordim. Aynan shu narsa menda dispersiyani beradi. Hop, dispersiya formasi tushunarli bo'ldimi? Hisob-kitob. Agar tushunarli bo'lsa, davom ettirib ketsa ham bo'ladi. Xo'p. Hop. Yana bitta narsani tushuntirish esimdan chiqdi. Смешённый bilan несмешённый degan dispersiya, ya'ni tushunchasi bor. Ya'ni matematik statistika, ya'ni shu fanimizda hozirgi topganimiz bu bizga несмешённый hisoblanadi. Смешённыйni topish uchun nima qilasizlar? Bitta kam, ya'ni выборка qiymatga bo'lib olishingiz kerak. Masalan, hozir nima qildik? Bu yoqda 24 ga bo'ldik-ku. Masalan, aytaylik, d несмешённыйni topish uchun смешённыйni topish uchun xuddi shu 27,5 qiymatda 27,5 nima? 660 qiymat deyshim. 24 emas, balki 23 ga bo'lishimiz kerak. Bizda ya'ni men boyga narsani yig'indisi 660 ni 23 ga bo'lamiz. Bizda o'zi umumiy выборкаlar soni 24 edi. Смешённыйda ya'ni bitta kam выборкаlar qiymatga bo'lib yuboriladi. Ya'ni 660 ni 23 ga bo'lamiz. Shunda menda смешённый dispersiya 28 ga teng bo'ladi. 28,6. Yoki yaxlit olsa 28,7 der. Bu narsani tushundik. Endi 6-punkt. 6-punktda bizda srednye kvadratskiy отклонение, o'rta kvadratik og'ishi qiymatini aniqlar ekanmiz. Nima degani? Hop, bu yerda ham xuddi shu narsa tayyor funksiya bor bizda. Hop, o'zi o'rta kvadratik отклонениeni topish uchun tayyor formula teng bo'ladi bizda, ya'ni funksiya. Hop, standart отклонение i точка g degan funksiya. Aynan shu funksiyadan foydalanasizlar. Bu yerda ham xuddi shu narsa integral beriladi. Aynan shu funksiya bizda umumiy o'rta kvadratik og'ish qiymatini topib beradi. Hozir holatimizda bizda 5,244 ga teng ekan. Yoki yana bitta oson usuli bor. Bu funksiyani yozmayman desanglar, sразу корень funksiyasidan foydalansanglar ham bo'ladi. Chunki biz bilamiz, ya'ni o'rta kvadratik og'ish teng bo'ladi bizda dispersiyani ildizosti qiymatiga. Bu ham xuddi shu narsa 5,244 ga teng. Ya'ni ikkalasi bir xil funksiya. Xoling bundan, xoling bunisidan foydalanasiz. Bu narsani tashlab qo'yaman. Agar funksiya konusida qaysi biri ishlatish qulay bo'lsa, shunisidan foydalanib ketasiz. Ishlash uchun bilib oldik. Ya'ni daftarga yozayotganda shunday ildiz osti konusida yozaversangiz ham bo'ladi. Смешённыйda ham xuddi shu narsa. Hop, среднее квадратское отклонение и смешённый holat uchun teng bo'ladi. Endi bu dispersiyamizdan, ya'ni смешённый dispersiyadan ildiz olsa bo'ldi. Ya'ni teng bu yoqda корень funksiya, mana смешённый dispersiya. Mana bizda
uni ham qiymat. Ya'ni 7-punktni ham biz bajarib bo'ldik. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz bizda so'ralgan koeffitsient variatsiya. 8-punkt. Shuni aniqlar ekanmiz. Hop, koeffitsient variatsiyasi qanaqa topiladi bizda? Uning uchun ham bizda ya'ni tayyor formula bor. Hisob-kitobda yana osonroq bo'lishi uchun o'zi formula bo'yicha nima qilishimiz kerak? Variatsiyani topish uchun biza средний kvadrat отклонениyani bosilib ketdi. Hop, средний kvadrat отклонение bo'lishimiz kerak bo'ladi. Средний, ya'ni значениyaga va ko'paytirish 100%. Ya'ni asosiy qiladigan ishimiz shundan iborat. Ya'ni asosiy formulamiz shu. Endi bu narsani hisob-kitobda ko'rsatadigan bo'lsak, средний kvadratik bu bizda 5,244 chiqdi. Endi bu narsani bo'lishim kerak ekan. Средний значение bu menda 25,5 chiqqan edi. Xuddi matematik turmaga o'xshab. И bu narsani ko'paytirishim kerak, yana 100 ga. Bo'ldi. 100 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni koeffitsient variatsiya menda teng ekan 20,565 ya'ni protsentga. Qiymatga teng bo'lar ekan. Bu bizda formuladek. Oxirgi ko'rsatkich razmah bilan kvartil qolibdi bizda. Razmah ko'radigan bo'lsak. Razmah ham unchalik qiyin emas. Razmah topish formulasi teng bo'ladi bizda maksimum qiymatdan minimum qiymatni ayirib olishimiz kerak. Ya'ni maksimum qiymatdan minimum qiymat. Hozirgi holatda menda eng maksimum ko'rib turibmiz, ya'ni bizda 33 ga teng ekan, eng minimum bizda 16. Ya'ni eng boshi bilan eng oxirini ayirib olsam bo'ldi. Ya'ni 33 dan ayirishim kerak 16. Endi sizlar xuddi shu narsa. Eng kattasini eng kichigini ayirib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni eng oxiri va eng boshi. Aynan shu narsa bizda razmas qiymati deyiladi. 33 dan 16 ni ayirsam, meni holatimda bu 17 ga teng bo'ldi. Va shu bilan oxirgi ko'rsatkich, xudo xohlasa shu punkt bilan tugatamiz. 5-zadaniyani. 10-punktimizda bizda kvartil. Hop, kvartil nima degani? Shu joyda e'tiborli bo'lamiz. Kvartilda bizda aytilibdi birinchi chorak va 3-chorak. Mana Q degani, ya'ni kvartal deb qarasa bo'ladi. Kvartal emas, chetvert deylik. Birinchi chetvert va trechi chetvert, ya'ni chorak ko'rinishda. Kvartil topishda masalan Q1 ni topmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Q1 degani, ya'ni bu bizda 25% degani, ya'ni bu narsani o'zligi uchun bilib qo'yaylik. Agar Q menda 2 desa, bu menda 50% bo'ladi. Agar Q menda 3 desa 75% va Q menda 4 desa, bu menda 100% bo'ladi. Nega bunaqa protsentlarga bo'lib chiqdik? Bizga hozir hisob-kitobda kerak bo'ladi. Masalan, 25% degani, ya'ni umumiy vыборка masalan soni menda 24 ta bo'lsa, 24 ni 25% ga ko'paytiraman. 24 ko'paygan 25%. Nima chiqdi? 6. Bu 6 degani aynan 6-chi element, ya'ni 6-chi ketma-ketligiga element menda birinchi kvartilga to'g'ri kelgan element hisoblanadi. Mana menda 6-chi element turibdi. 6-chi elementimiz bizda 21 qiymat. Ya'ni birinchi kvartili menda 21 ga teng ekan. Xuddi shu tartibda hisoblab ketaverasizlar. Ikkinchi kvartil xuddi shunaqa. Nima qilasizlar? Ya'ni 24, endi menda vыборкаlar soni 24 bo'lgani uchun 24 ko'paytiraman 50% ga. 12. Demak, 12-da turgan element 25 mi? Demak, ikkinchi kvartili menda 25 ga teng. Xuddi shu tartibda davom etadi. Uchinchi kvartilni topish uchun 24 ni ko'paytiraman 75% ga endi.
Bu narsa menda 18 chiqdi. 18-chi ketma-ketlikda turgan element menda 30. Demak, 3-kvartilam menda 30 ga teng bo'ladi. Va 4-kvartilamiz bizda eng oxirgi element bo'ladi. Bu bizda 33. Ya'ni kvartillar bizda aynan shunaqa tartibda topiladi. Xo'p, bularni ham ko'rib oldik. Xo'p, shu bilan 5-zadaniyani ham yakunladik. Bu yerda ham aytib o'tilgan bizda interpretируйте полученное значение. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu narsa xulosa qilib ketishimiz kerak. Xulosa qanaqa qilinadi? Xulosada mana bu narsadan foydalanamiz. Xo'p. Yo'q, adashdim. Mana ushbu qiyomatga qaraymiz. Ahamiyat beradigan bo'lsa, bizda aytilyapti, agar средний bo'yicha типичный семья имеет 1,47 rебенка deyapti. Endi bu bizda leksiyadagi qiymat, ya'ni leksiyadagi ma'lumotlardan olganman. Ya'ni sredniy qiymat nima deyilyapti? Типичный семья degan, ya'ni o'rtacha oila, endi bu yerda farzand haqida gap ketayotgan uchun farzand. Bizda hozir sredniy qiymat endi nima ma'lumot olganingizga qarab, endi men boshida aytib o'tdim, Saudiya Arabistonning aholi sonini olganim uchun bu yerda o'rta qiymat 25.5 bo'lsa, menda 2000-yildan to 2023-yilgacha Saudiya Arabistonning o'rtacha aholi soni 25 million atrofida bo'lgan ekan. Ya'ni o'rtacha aholi soni. Agar sizlarda masalan u oylik bo'lsa, o'rtacha oylikning qiymati deysizlar. Agar u yayinma qiymati, ya'ni VVP ning qiymati bo'lsa, ya'ni VVP ning qiymatini berib ketasizlar. Va hokazo, hokazo. Ya'ni o'rtacha qiymatni berar ekan. Dispersiya. Dispersiya aytilyapti, разброс количества детей. Ya'ni разброс, ya'ni bu bizda aytaylik, mana bu o'rta qiymat 25 million deydi-ku. Aynan shu 25 million qiymat qanchaga o'zgarishligini bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni qiymat bo'yicha. Xo'p, bu yerda 0.95 chiqqan ekan. Ya'ni dispersiya bo'yicha. Bu yerda bizda dispersiya 27,5 bo'lsa, aynan shu 27,5 ko'rsatkichi bo'yicha, ya'ni bizda o'rta, ya'ni sredniy qiymatdan, ya'ni o'zgarishi mumkin. Ya'ni interpretatsiya aynan shundan iborat, ya'ni umumiy xulosa. Moda bilan medianani aytib o'tdik. Qolganlari bo'yicha deyarli ishlanishini ko'rib chiqdik. Agar shu hisob-kitob bo'yicha aynan kimda-kim savollar bo'lsa, shularni ko'rib ketsa bo'ladi. Yo'qsa, xudo xolisa eng oxirgi punkt bilan keyin tugatamiz. Shuni xudo xolisa 6-punkt. Abdulla zaryad yetadimi? Xo'p, zaryad hozircha bor. Xudo xolisa yakunlashgacha yetadi. Muhimi sizlarga tushunarli bo'layotgan bo'lsa bo'ldi. Agar qaysidir joyda adashib ketmagan yoki chalib o'rmagan bo'lsam bo'ldi. Xo'p, davom ettirib turamiz. Yaxshi. Shu bilan 6-chi, eng oxirgi punkt qoldi. Eng oxirgi punktda bizga aytilyapti, ya'ni bu bizda yangi mavzuga oid ma'lumotlar ham bo'ladi. Bizga aytilyapti, ya'ni построить 95% доверительный интервал для ожидания deyilibdi. Ya'ni 95% ya'ni ehtimollik bilan, ya'ni shu intervalda o'zgarishi mumkin, ya'ni sredniy qiymat, aynan shu narsani topib ber deyilyapti. Bu narsa qanaqa qilinadi? Hop. Yana bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa. Shu joydan davom ettirib ketaylik. Umumiy jadvalimizni yo'q, ko'chirib olaman. Bu yerdan davom ettirib ketamiz. Hozir hisoblaydigan narsamiz bu bizda, ya'ni доверительный interval. Yaxshi. Buning uchun ham tayyor funksiya bor. Birinchi shundan boshlaylik. Eng osonidan.
Hop, teng bo'ladi bizda, ya'ni doverit deb yozsanglar bo'ldi. Ushbu funksiyamizga teng bo'ladi. I qanaqa ko'rsatkichlarni yozib ketishni tushuntirib ketaman. Birinchisi, alfa deyilyapti. Alfa nima degani? Alfa bu bizda aynan shu mana doverительный protsent bor-ku. Aynan xuddi shu protsent. Endi hozir holatda bizda 95% bo'lsa, alfada bu narsani teskarisi bo'ladi. Ya'ni 5% deb yozishimiz kerak. Agar do'laga o'tkazadigan bo'lsak, bu narsa bizda 0.05. Yozmas xato yozib ketdi. Mana, biroz kattalashtirdim. 0.05 bizda bu, ya'ni bu bizda hammada xuddi shu 0.05 ketadi. Ya'ni bu bo'yicha muammo yo'q. Keyingisi, bizda aytilyapti standartniy отклонение. Standartniy отклонение qiymat bizda boya hisoblagan edik. Mana 5.244 ga teng. Yo'q, kiritildi. Mana F7 yacheyka. Keyingisi bizda razmer. Razmer bu sizda V1 qiymati. Menda 24 ta ko'rsatkich bo'lgani uchun men 24 deb yozaman. Kim 20 bo'lsa 20 deb yozadi. Boshqa son bo'lsa boshqa son. Bu narsani yozib bo'ldik. Enter qo'ysak, bizda funksiyani уже hisoblab qo'ygan bo'ladi. Hop, doverительный interval, ya'ni bizda 2.98 chiqdi. Bu nima degani? Agar endi sredniy qiymatdan avval buni ayirsam, keyin xuddi shu sredniy qiymatga, ya'ni 25.5 ga xuddi shu mana doverительный intervalda chiqqan qiymatni qo'shsam, xuddi shu intervalda, ya'ni menda o'zgarish, ya'ni V1 tanlagan ko'rsatkichim xuddi shu intervalda, ya'ni o'zgarish qiymati 95% ehtimollik bilan shu intervalda yotadi. Umid qilaman to'g'ri tushuntira oldim. Yana qaytarib o'taman. Ya'ni shu 23 milliondan 27 milliongacha bo'lgan ko'rsatkichda, ya'ni o'sha o'zgarish ehtimollik, ya'ni biz tanlagan V1 95% ga teng. Ya'ni biz hozir qilgan ishimiz aynan shundan iborat. Mana bu muhimi aynan mana shu interval. Mana shu intervalni topsanglar bo'ldi. Ya'ni sizlarda shu 6-zadan ham bajargan hisoblanasizlar. Hozir men qanaqa qilib funksiya orqali topishni tushuntirdim. O'zi aslida qanaqa ishlanadi? Shuni endi tushuntirib ketadigan bo'lsam, formula quyidagicha. Hop, formula teng bo'ladi bizda. Ya'ni x средний, ya'ni o'rtacha x qiymati plus minus, ya'ni biz qo'shib ayirishimiz kerak. Doverительный intervalni o'zini bizda ma'lum bir ko'rsatkichlari bor. Bu yerda mana o'sha bizda ko'rishingiz mumkin. 68.27% da plus minus 1 ga teng. Bizda endi 95% kerak bo'lganligi uchun 95% da plus minus 1.96 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu narsa. Plus minus 1.96 и ko'paygan среднее квадратическое отклонение и bu narsa bo'lingan ilzosni square deb ketdim. Ya'ni umumiy V1 soni. Hop, formula tomonlama biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Buni xudo xolasa mana shu video dars tugagandan keyin yana tashlab qo'yaman. Ya'ni formulasi bor. Endi hozir Excelda yozish biroz noqulay bo'lgani uchun shuni ko'rishga keldi. I hisoblashni ham ketma-ket qo'ysam, shu bilan tugatamiz. Osonroq bo'lish uchun iloji bo'lsa birinchi 10 qismidan boshlaylik. 10 qismida, ya'ni 1.96 ni ko'paytiraman sredniy kvadratga отклонение qiymat. Hozirgi holatda menda 5.244 dedik. F7 yacheyka. Endi shu narsani bo'lishim kerak iltizosli qiymat umumiy V1 soniga. Bu yerda endi biz koren funksiyasidan foydalanamiz. Koren funksiyasi bu yerda V1 soni menda 24. Enter bossa bizda ham xuddi shu narsa chiqdi. Mana. Boyaga doverительный interval. Xuddi shu boyaga qilgan ishimiz, ya'ni средний значениyadan bir marta ayirib qo'yasiz, bir marta qo'shib qo'yasiz bo'ldi. Aynan shu narsa bizda doverительный interval
topib beradi. Hop, shu bilan bundoq qarasa sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy narsam shulardan iborat edi. Bundoq qarasa 4 bilan 7-punktdan tashqari deyarli hamma narsani ko'rib chiqdik. Agar kimda kim shu joygacha savollar bo'lsa, agar qaysidir joyda mendan kamchilik o'tgan bo'lsa, bemalol aytib ketsanglar bo'ladi. Uni to'ldirib harakat qilaman. Agar savollar bo'lsa bemalol. Abdullani 2 xil dispersiya bor ekan-a? Ha, shunaqa. Bittasi smeshonniy, bittasi не smeshonniy. O'shani so'rashyapti, yana bir marta aniq qilib berasiz farqini. Ha, yaxshi. Hop, bu narsani o'zi aytib o'tganim, ya'ni video oxirida umumiy formulani ham tashlab qo'yaman deb. O'zi iloji bo'lsa mana video darsi bo'lsa, har doim o'zi plan bilan ishlashga harakat qilaman, chunki xatolik ketib qolishi mumkin. Hozir aynan shu planni tashlab qo'yamiz. Bu yerda deyarli hamma formulalar bor. Ikki kitob bo'yicha. Hozir. Hop, videoni hozircha shu joyda to'xtatib turamiz. Hop, hozir kommentariya qismiga o'sha formulani tashlab qo'yaman. Birato'la tushirib ketishga harakat qilaman. Umumiy plan.